Turing hosila bilan ajoyib life hack o'rganamiz. Ya'ni eshikni qanaqa qilib to'g'ri ochish va yopish o'rganamiz. Bir qarashda ensangizni qotirasiz. Men bilaman, jin nima bu, nimani o'rgatmoqchi deb. Yo'q, ko'pchilik bilmas ekan. Ochishni bilamiz, yopishni bilmas ekanmiz. Qarab turing, diqqat bilan. Qarang, yangi begona eshikni ochmoqchi bo'lsa, oldin bundoq qilamizda, ijozat so'raymiz. Bundoq kiramiz, to'g'rimi? Qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, mana shunaqa tushuntiramiz. Yo'q, qo'limizda hunarimiz yo'q, ishimiz yo'q, tajribamiz ham yo'q deymiz-da. 1-2 yildan keyin tajriba orttirganimizdan keyin bundoq bo'lamiz-ku. Bundoq bo'lmasin-da. Mana shunday holatda qolsa, bundoq bo'lsin, xato bo'lib qoladi. Mana shunday bo'lsa, qo'lingiz ko'ksingizda bo'lsa ham mayli, chunki bu sizni begona eshigingiz emas, uyingiz bo'lib qoldi. Radnoy deydi-yu. Mabodo 2 yil, 3 yildan keyin eshikni yopishingiz kerak bo'lib qolsa, sekingina yopasiz, bundoq kulib qo'yasiz-da. Chiroyli qilib yopasiz. Nimaga desangiz, har xil holat bo'lishi mumkin. Ertaga yana shu eshikni ochishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'sha payt qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, ta'zim qilib, taqalatib kirmaysiz. Bundoq kirasiz. Baribir o'zim uyim deysiz. Mabodo agar eshik sinib ketgudek qilib, zarda qilib yopadigan bo'lsangiz, o'zingizdan xijolat bo'lasiz. Men qanaqa ochaman, qaysi bet bilan bu eshikni ochaman deb qolasiz. Mana shu holatdan Xudoning o'zi asrasin. O'zimizni ozgina o'nglab olsak, Xudo xolisa, har doim eshiklarni bemalol ochamiz. Agar life hack sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, izohda fikringizni yozib qoldiringlar va eshikni ochib yoki yopishni bilmaydigan, yo bo'lmasa yaqindagina eshikni ochib kirgan, hali yopib chiqib ketishga ulgurmagan tanishlarga yuborib qo'yamiz.